Xo'sh, bunda kim aybdor? Buxgalterga hamma narsani yuklaydigan tadbirkormi yoki o'z chegarasini chiza olmagan buxgaltermi? Ko'plab tadbirkorlar orasida shunday qarash bor. Buxgalter bu hamma narsani qilishi kerak universal jangchi. U ham soliqlarni hisoblasin, ham kadrlar bilan shug'ullansin, ham shartnomalarni yuridik tahlil qilsin. Lekin bir narsani tushunish kerak, buxgalteriya o'ta aniqlikni talab qiladigan soha. Buxgalterning ustiga hamma sohani yuklash bu biznesingizni xavf ostiga qo'yish demakdir. Chunki diqqat tarqalganda eng kichik raqamlarda eng katta xatolar paydo bo'ladi. Professional buxgalter hamma ishni qiladigan emas, o'z ishini mukammal qilib, sizni jarimalardan himoya qiladigan mutaxassisdir. Hamma ishni qilaman deydigan odamdan ko'ra o'z ishini ustasi har doim biznes uchun arzonga tushadi. Buxgalteringizdan imkonsiz narsani talab qilishdan avval uning asosiy vazifasi nima ekanligini bir o'ylab ko'ring. Bu videoni kimga tashlashni o'zingiz bilasiz.